Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi muhtaram vatandoshlar. Hammanglarga Allohning salomı, rahmati, bo'g'ay turayotgan har yeringlarda har zamon xotirjam, omon, eson bo'g'aysizlar. Muhtaram vatandoshlar, bugun diqqatingizga vatanimizdagi boyliqlar nomli yurishlik programmaning birinchi sonini sunamiz, birinchi bo'limini. Xavranglı bo'lgandek her zaman vatanimiz haqida so'zlab bo'linsa, biz Xitoyning yanchug'ida 100 avro bo'lsa, 100 dollar bo'lsa, taxminan 70 dollar yoki avro bizning vatanimizdan chiqqan boyliqlardan kelgan degandek darajada taxminiy bir son bilan og'zimizni tatliq qilishga ko'nib ketgan. Lekin zaten qanchalik, qaysi xil turlarda miqdori, ko'lami, ishlatish doirasi qatorliqlarni tafsili so'ralgan chog'da vatanimizdagi boyliqlarga aloqador ma'lumotimiz asosan yo'q bunda o'rinadi. Ana shu bo'shliqni to'ldirish maqsadida biz uzundan beri Uyg'urlar ziyolilar orasidagi Mavlon Yasin afandininki arimas izlanishchan ro'yiga buni havola qilgan edik. Shunday bir tema programma qilib bergan bo'lsangizda. Akımız uzun tayyorlik qilish jarayonida bunga aloqador ma'lumotlardan bir nimalarni tüplab programmani tayyor qildi. Shuning bilan bugun sizlarga naq maydonda sunishni fursat topdik. Ekranimizda Mavlon Yasin efendim. Assalomu alaykum Mavlon aka, hoş geldiniz. Va alaykum assalom usta. Ko'p rahmat ekronni dagilinga. Kamerani azroq past qilib o'ting aka. Sizni to'xtang, azroq enishtirib olsangiz bo'ldi, enishtirib olsangiz. Ha, bo'ldi. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Bu boy amaliyot bu kimani Mava qayta ovoz chiqib qolmagandi? Yo'q, normal. Okey. Kimin 24-yilda aynan bir suhbat qilganda, shu suhbatda siz mushuni o'tirib qo'ygandingiz. Mushu vatanni boylik deydi, mushu boyligi to'g'riliq. Nima boyliklar to'g'riliq bir manda bir doklad qilsangiz degansiz, shu ismni qatga shuning yoki bu kallamda bor. Endi bu boylikni masalan bu vatandagi boylik degan nima deganni izlash jarayonida buni inglizcha materiallar asosiyatdan ilaqqa Sharq Turkistonda neft va gaz va upa deydi konkret materiallar naqd oz inglizchada. Shunday. Uyg'urchada yo'q desak bo'ladi. Endi buni izlash uchun Xitoycha materiallarda to'liq. Bo'libmi? Mushu Adil Xitoylar Sharq Turkistonni bunun dikinki yeni Şanghayga aylandırmayız degan planni qo'ydi. Şanghayning taraqqiyotida bunun dikin Yevropaga O'rtasiyo aşaqlaqara taraq qilish uchun Xinjiang, Şanghay, yeni Şanghay deyishning o'tirg'a adil bir tashviqotga boshlaydi. Şunun da tatil bu Xitoylar bütün Xitoyning konlarini xalqaro shirkatlarni jalb qilish uchun Sharq Turkistonning boyliqligini har xil materiallarda, gazetlarda, jurnallarda, Dünya Tunjichida Sharq Turkiston Xitoy statistik idorasida biologiya, coğrafya her xil idoralarda bu to'g'riliq keng ko'lamda birimlar yetishga boshlaydi. Material kam. Shuning yoki bu materialni yig'ib kelyapti. Shuning uchun bugun sizlarga sunadiganlar hammasi bevosita. Xitoyningki men tushuntirishim har xil coğrafya jurnallari, gazetlari, to'rlari, hukumatningki hujjatlari statistik idoraning hujjatlari ashyadan ilingan materiallarni men bugun taqdim qilaman. Shu mening bugun taqdirim asos mishatni boshqa material yo'q. Uyg'urlarda biz boylik desak odatda deydiganimiz bankimizda pulimiz bo'lsa, yo'q uyimiz bo'lsa, yaxshi bir mashinamiz bo'lsa, yenimizda bir necha kilo oltin bo'lsa, bizning boylik degan boyligimiz shu.
Bizning Uyg'urlarning eng ko'p deydigan boyligimiz oltin. Çünkü altın universal pul. Dünyanın nəgi barsa işletidu, kupurmaydı, nim kılmaydı. Biz altını mı fakat biz muşu altın zincir büyümlü. Muşular üstü toxtayınız altın baylık degen. Hatta bu altın baylık dünyanın ki devletlerinin zapas pulu, stratejiyelik pulu buldu. Bu kadarlık unundan başka nurgun minerallar var. Hatta dünyada bir devlet ve yanı bir devlet sokakta bırak hemen tolurak başı devletin mineralını alımenteydi. Mesela Afrika'daki aş devletler Amerika kilip biz katlaşıp Amerika devletinin ki bir ştatı bulaydı mı Amerika almayı. Onçılar adam bir milyon kıldan fakat berbisinin mineralını alalayım ben deydi. Man kerek fakat mineral deydi. Xitayga o'xshamaydi. Xitoy degan zimin o tuproq jidilni qiladi. Ularning odam ko'p, zimin oz, ular ziminchi. Bunda Amerika qila olmaydi o'zini. Shuning uchun bu boylikni bir o'zlab ketish uchun men materiallarni to'liqladim. Chunki ko'z qilgan materiallar asosiyatda Xitoy ma'bay so'zlab ketdim. Xitoy sistemasidan qo'llab chiqqan materiallar. Hem de adetli baylık, devlet baylık deymiz. Baylık degen nime? Birinci şu nesini oturup koyuştu doğru geldi. Baylık degen nime? Baylık degen adet tabiat ve insanlar emeğin aldığını ala dep koyay. Ben yine yazma baylıkını, tarihi baylık, bizden yazmalar Alişir Navai olsun, tarih, ular doğruluk toxtumayım. Onu tarihçiler sözüsü. Yazma baylıklarını tarihçiler sözüsü, ben o doğruluk toxtumayım. Baylık degen adet tabiat ve insanlar cemiyetideki varlık kıymetli maddeler. Tabii baylık asaslığı zemin baylığı, bu baylığı, ezilme baylığı, biyolojik baylığı, klimat baylığı adamda nur, temperatur, yıl yığın, atmosferdir. Onun için deniz okyan baylıktan ibaret 6 çoğun türünü özü kaldı. Bunları biz baylığı deyimiz. Şarkı Türkistan'da Şinjan haber tori, Şinjan Xinhua deydiğen degan haber merkezi var. Bu Xitoy haber mulazimeti tor merkezinin Şinjan şubesi bilen Şinjan Taşkı haberler merkezinin birleşme atılgısı. Bu Şinjan bu Xitoylarning Wangdaydan Jungyang qarashlik, lekin bu Jungyangning Sharq Turkistonki şubesi intayın ishashlik Korbon. Men oldida ala ve deb qo'ya men gaylan Şinjan dedim bu deb ketib bordim. Men nurg'un olgan materiallarda Şinjan degan gap bor. Men uni Sharq Turkistonda o'zgartmayman, ama Xitoy materiallarni bevosita ilyapti. Tushundinglarmi? Bu to'r 2025-yili Aşkımdara tüşüyatınız bulundu. 4-26 günü Şinjan Uygur Abdunum Rayonluk Təbii Baylık bölümü güvendeki haberini verdi. Şinjan'da kıyızılma baylıklar bol bulup, baylık evzendeki görünerli mineral türleri tulup, farklı dairesi kem, yürüyüşleştiriş kullanış, yürüyüşleştiriş derecesi yukarı. Ben mineral maddelerinin zapas miktarı nait çok. Yaxşı katarlık alaydılığı var. O devletimizdeki enerjiye baylığını işletişki asaslık rayon. Hazırga kadar 150 yıl mineral Şinjan'da, Şarkı Türkistan'da mineral madde baylığı baykaldı. Bu bütün memleketlerde, Xitoy'da bütün memlekette baykalgan 175 kılının 87'den 90%'ni egallaydı. İspatlangan mineral zapas var, baylıkның sani 100 kıl. Bularның içinde 8 enerjiya mineral kan, 34 metal mineral kan, 57 metal bolmagan mineral kan, 3 tuğluk şişik kan,
bular bütün memlekette iniqlanğan 163 mineral türünün 66%'ni egalleydi. Tekshirilgan zapasi bar mineral moddalar ichida nefit, tabiiy gaz, asfilit, tabiiy asfilit, sidim, adaluzit, nitratin, mirabilit, granit qatorliq 12 sort mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Tabiiy gaz, kömür, nikel, kobalit, berili, kali ve gili qatorliq 20 xil boyliq mineral türü mamlakat bo'yicha ikkinchi o'rinda turdi. Krom, sinik, iopi ve litiy qatorliq 10 xil mineral modda mamlakat bo'yicha ikkinchi o'rinda turdi. Mana tuandagi asar men sizga pidya qilsam tuandagi Xitoy chiqdi. Mana mushniki Xitoy. Ana ko'rdinglarmi Xitoy chiqdi. Men ashniki o'qiyapman. Hamda biz boylik deganda masalan oltin desa, oltin boyligimiz borki, biz to'xtab qolsak uni tushunmaymiz. Bu nima uchun boylik buni nimaga ishiltidi? Ama mushni ichidan hatta en xalqaro qo'llanilgan moddalarning nimaga ishiltadiganligini va Sharq Turkistonda qanchalik miqdori borligini, Sharq Turkistonning nalarda qiyildiganligini to'xtadi. Lekin bular Xitoydagi qoyat shirkatlar borduni uni tutlab ketsa bek uzrab ketadi. Shunga ashbishdan to'xtadilar. Adı birinci, vatandaşı baylıqan aydın, zemin baylık degen nima? Zemin baylık degen terolğu yer, orman, otlar, quruluş üçün işiltadigan yer qatorliqlar. To'g'rimi? Mana shahar ichidagi bayliqlar mana qurilish sog'in bo'ldigan. Bu bayliqni bo'shlikdagi o'rni muqim. Umumiy miqdori chekli. Hatta şekliler, mesleklerin Gollandiyan dese, Gollandiyana şart çıktığı baylık o yala çeklik. O insanlar işlep çıkarış faaliyetindeki başta ve asaslık madde baylık. Bu ne? Zemin baylıktır. Su baylık. Su baylık diyen insanlar işletilen su. O su miktarı. Şu devlet sunun yeni miktarı kaçlık. Su rayoni ve su enerjiye baylığını üst kişiye alırdı. O dehqonchilik, sanoat, kundalik turmush va ideologiyada muhim rol o'ynaydi. Shu bo'lmasa biz hayot kechirolmaymiz. To'g'rimi? Bu bir tabiiy yamimiz. Yani bir şey qiyintilma baylık. Bu qiyintilma baylık degen nima? Bu geologiyalik jarayan degen mush yer shar hosil bo'lgandan tortib hozirgacha tadrijiy har xil o'zgarishlar paydo bo'lgan. Geologiyalik jarayonlar orqali shakllangan tabiiy boyliqlarni ko'rsatadi. Masalan, ko'mir, nefit, tabiiy gaz, metal rudasi, uran, ko'mir, mis, alyumin, altın, siyrak yer, ak tişi, grafit, almas, fosfor, yer astı suyu, mineral su, karbon, tut, oksit gazı ve başka yer astığa kömülgen büyümler. Ben bir net misal depedim, 150 net ispat gidiyor, o insanlar mevcut bulup turuşu ve terakki kılışıdaki mühim madde asası. Deniz okyan baylığı, bir deniz okyan baylığı, deniz suyu, bu deniz okyan baylığı diyen nimoslar, deniz suyu, eritilgen maddeler, denizin astında nurgun maddeler var eritilgen. Deniz astı ve astıdaki katlamlar, denizin astı ve astı nurgun katlamlar var. Deniz okyandaki canlıklar, okyan boşluğu ve enerjisi. O insaniyet için baylıkның mühim hazinesi. Ondan biyologiyalik baylık. To'xtatdi. Hemen sal chiqib qoldi. Ama Xitoyni ko'rib maqmasam, o'zim iziq ketman. Biyologiyalik degan biyologiya va klimat baylık. O orman, yovvoyi hayvon, canlıklar, barliq canlıklar. Quyosh energiyasi, issiqlik energiyasi, yo'l yig'in qatorliqlar.
Hammasi ularda. Onun ikini biyologiya. Sharq Turkiston universal boyliqqa ega. Mushlarning hammasi bor. Okean amaliyot uyushib okean suvi bilan. Bunun üstüge noksimizga siliştirganda boyliqimiz nayt mo. Bizden qancha adı Uygurlar Sharq Turkistonning nüfusini 20 millionda 30 milyon kadar sözleydi. Ben adeti 20 milyon deyme. Sizlar qancha deysizlar ki ufmayman. Endi bu nüfusiyeten bizning coğrafiyamiz intan yo'g'on. Mana bütün Xitoyda hozirgi 170 boyliqning 89%ni bizning Sharq Turkiston chiqibdi. Her xil şartlı boyliqimiz mol. Her xil temperatura rayonlardaki terulgu yer, kömür, nefit, tabiiy gaz, mineral modda, ormançılık, uran ve başkalar. Bizning vatanimizda siz o'ylayanmagan, qiyos qilolmagan hamma narsa bor. Bularni tuvanda biz bir ishlikiyat qastaq asta hammani to'liqlab şunu tunup yetişimiz gerek ki insaniyet cemiyetinin terakki kılışı ve fen teknikinin terakki kılışıga erişip bizning tabiiy boyliqimiz düşünüş dairesi davamlı kengayyotir. Burun kömüge boyliqlarni ko'ryotirdi. Masalan, Taklimakanning osti bepoyon dengiz o'qiyanken uning ostida yaqinda Xitoylar 2025-24 e'lon qildi. Bepoyon Chipaka o seyrak topaylık u bakya adı Taklimakan'da boylarını kılarkense Xitaylar bütünleylik olmalık bağvanlık aylandırıyor etti. İlgiri işletini bulmaydı da karalgan tabi muhit amilleri bu tabi muhit amilleri mu ma'lum iqtisodiy boyliqqa aylanıyotir. Burun bular qalta axlatda tashlayib qo'ygan narsalarmi hozir boyliq olinyapti. Masalan, burunlarda masalan Arablarninki neftlari 30-40 yilda 50 yilda tugaydi degan. Hozirgi taraqqiyot qarasa bular faqat bunda hozir ilayotgan Arablardaki uyadaki nimeler neftler fakat bunda tüpedeki bunda bir sözümü ki aslında mesela hazırki yeni teknikinin ölçemci yani 3000 yıl eğitim deydi. Tuanda biz Şarkı Türkistan'ın baylıklarını bilen biz ular bilen bir tanışıp çıkmıştık. Birincisi avan mineralını sürdürdük. Mineral sözden boğanken elde biz ormanlıqını sözleyimiz, havını sözleyimiz, suyunu sözleyimiz, terikçilikini sözleyimiz, bağvançılıkını, koy, kala, nefit, bütün nesle toktap ödümüz. Hazır kadar bunu rafını etsem, ben muşu sözgen, bir sual sorap koydunuz. Şu sualınızda üzerine tükencisini yatayda bir yerimci işçi yakın tayarlık. Materyal hasta yığmak pek dert bu materyaller. Birinci, Qiyin olmaydigan ish emas. Baylık. Qiyin olmaydigan ish emas, ammo aşıq qilib bo'lolmaydigan ish. Aniq jiq sevri ejir ketadi. Bunu oylab çıqqansır köpeyyotirdi. Oylab çıqqansır. Eng beşte men nefti oylagan. Kim qiydirma qandaq qildi. Qo'yni ko'rsam, qo'y qanchalik Sharqda qanchalik qo'y bor, qanchalik kali bor. Sharq Turkiston chiqadigan olmaning qancha 100 tonna qandir. Ashlar meni shundaq inchlar kirib ketdi, tatbiq qilgan. Birinchi energiya qizilma boylik. Nefit ve tabiiy gaz zapası jihatda bu nefit ve tabiiy gaz jihatda Xitoy konturliqidagi coğrafiyada buniki jungle deb turadi. Endi ben Xitoy konturliqidagi coğrafiyada yashim biz Sharq Turkiston Xitoyning bir qismi demaymiz. Lekin Xitoyning konturliqida, Xitoy konturliqidagi coğrafiyada oldingi 3-chi o'rin kirdi. Bizning nefit ve tabiiy gazda oldingi 3-chi o'rin kirdi. Kömür zapası oldingi 2-chi kirdi. Misali Şanur degan çok Qatarlıq intayın çok kömürlüklerinin, kokos kömürünün ve ıslık kömürünün intayın yukarı. Şükürde ben okugan. Ular da bize okşaş mandaq ilik yoğun, dani kömür yok. Ular ilik kadar bir sap ilik bir ilik uzgulup ketken kömür bağı.
Ha. Aşini bundan azırak layığa arlaştırıp bundan kumuş kalayken bundan şarap tutuşunda bundan yoğu sap kümü yok ya biz basa. Uvak köme deyimiz hem bunu biz. Ya o vaktim edem dok. Mana Ha. basan tuvan kişisin ana. Muşu şanun. Hani Xitayda sarfı deydik ya. Sarfı ben logat kırıp baktım. Bunu nimde ettiysem Şanur da kaptı bu logatta. Ya bilem bu kumu bu uymanlıkni çördüler rayonlarda nefis, tabii gaz, kömür ve tabii şuuluk toprak o intayım uyum. Katarlıklar bek çıktı. Muşu eşeğinin rayonu ki bu kumul dike ben bir bakmadan siz bağamı ufmayman. Var resim köygen şuanın yeri ki. Bana bak. İkinci, metal kızılma paylı. Şarkı Türkistan'daki. Şarkı Türkistan'daki koğuşun. Sen tuvaletin mi? Sen tuvaletin mi? Gerçekten çıkıra, resim çıkırvat nasıl oldu? Resimli tüpü çıkırvat, bana. Ben Xitay'sını yitbit git barım, Metal kızılma paylı. Şarkı Türkistan'daki koğuşun. Sinek ve altın zapsi katarlık kızılma baylıklar Xitay konturluğundaki coğrafyada altıncı işe kirdi. Altın üçüncü orun turga, bütün konuydu. Mis, nikal, manga, liti, birili, tümür. Bunlar her xil mineralların ismi. Koğuşun, altın, litonit, koten taş taş dişi katarlık mineral maddelerinin zapısı bol hem ularının sütü nait yukarı. Mevke koydu. Mana endi biz bu metallarning, birinchi metallarning qanday o'sdi bor va neniga ishlatilganligi haqida bir oz to'xtaylik. Bugun menku o britanlikni nima qilolmayman. Men bugun so'zlaydiganim mis, nikal, mangan, litiy, beriliy, ko'mir, qo'qshun, oltin, betonit, xo'ta, tosh tishi. Mushularning nimaga ishlatdi? Şarkı Türkistan'dan nereden çıkıyordu? Bularning miqdori qanchalik chiqadi yiliga? Shular ustida men ilib bordim, tadqiqotni to'xtatmagan, shular ustida. Odatda misni hammamiz bilamiz. To'g'rimi? Mis nimaga ishlatadi? Birinchi, mis nimaga ishlatadi? Endi mis bo'lsa, to'xtab qoldimi u? Hello? Mis nimaga ishlatadi? Mis bo'lsa ko'p iqtidorli metal. İyiliktir ve ıslık ötküzüşcanlığı, sanaat yumuşaklığı, yasmışlığı, kurulması, davalaş bakteriyaga karşı kullanış ve medeniyet sanat sahalarda keng kullanıldı. Mesela sim, kabel, elektronik üskünler ve çipli özara ulaş. Biz bilimiz simla başka bir işiltudu, mis işiltudu, diye dünyanın ulaydıgan mis onun kitudu. Kabel, su astidagi kepken kabellar şunu işiltudu. Elektronik üskünler ve çipni. Adı dünya çip bilen bana doğru mu? Çip diyen yakka çiplerini mis bilen ulaydı. Elektronik üskünler ve çipli ulaş. Hava tenşigi turbisi öyledir. Kompüter merkezi bir tarafı ile kompüter CPU deyimiz bu. Şu CPU'nun tartıştı parçası. O CPU diye kızıp durdu. Onun ısırlıkın tartışması bu işin tutu. Aynen papka, klapan mı deyip ki papka. Her bir yere işitken. Çalgı esbapları, birdek zapçasları, ok kazan, ok kazan var. Kişilik çap. Şirkette kasayla kişilik çakla pek Çaplar. heykel yasmaklarda. İnıklık esbaplar, inıklık olsun diye esbaplarla sıçıltıdı. Tenge, bu turbisi, mesela buralar su turbini tömüge yine karşı tömüge köyün işirtetti. Lakin o 10 yıl, 15 yıl ki ufrak gidince. Ben mi kelip önündekine hepsini aylandırıp ettim.
u ufurmaydı. 100 yıldır ufurmaydı. Su turbası, gaz turbası, ügde ve binanın sırtı, çakmaktın müdafiye iniş sistemisi, binaların tüpü çakmaktın müdafiye iniş uzun antana açla. İşte işçi koş. Burunlar, rucularda bizim öyle savaşı, Rusla yasak koygan öyletke işini tutuşur sap mıstı. Mesela. Lift kunup gitti, liftlerini kunup gitti, mısmuludu. Lift kunup gitti, şamal generatörü, tokluk maşina bataryası, adık tokluk maşinlarının bataryası mı, Katarlık yeni enerji üskünleri, enerji ticeydiğen kuruluş Katarlıklar, muşlarının hemisi mis işirdi. Mısır'ın kançılık bu bulmasa bir devletin sanayi toktap kaldığına misal alaydı. O isil elektrik ötküzüş canlığı. Ma ötküzüş canlığı etken çıkınlar mesela elektrik bu xuddi suğa okşar. Bunu bir yerden koyup ma'lumotlar keldi o elektrik degan bu şu elektrik stand koyup yetdi. O ma'lumotlar keldi. Ma'lumotlar bunda bir dilgramdan tepede bunda bir kichik sanduq var. Şu sanduq parçalatlar uygularga yetkidek tokni kirgizib berdi. Endi bu sim mesela elektrik standı 100 wattlık tokni çıkarıverse bunun da toskun canlığı yok. Tokni tosmaydı uyingizga 100 watt tok yetib boradi. Mesela kömürünü işitip kalsınız, elektrik standı 100 watt tokunu koyuverse uyingizga akça aran 20 watt yetib keladi. Ya kemmeyin. Bunun da normal suğa okşaş yolda sınıfları yok. Aşilaqat hiç kanda tosaldı ya bakıt bolsa gür iqbaldı o. Mis elektrika şunun rolunu oynaydı. Ötküzüş canlığı deyini top ötküzüş canlığıdır. Soğuduluş canlığı. Mis soğuduldu. Basta onu her xil bir narsa işletkini buldu. Soğudul sunup ketmeydi. Çirişke çidamlık. Mesela mis yasap koygan su turbini yer asla koyup koysa 100 yılda mı işlem olmaydı. Ve bakteriyaga qarshi xususiyati uni bakteriyaga qarshi xususiyati qattiq shunga chirmaydi. Uni zamonaviy sanoat kundalik turmushda ham bo'lsa bo'lmaydigan materialga aylantirdi. Şinjan statistika idorasining sonliq ma'lumotining e'lon qilishicha Şarkı Türkistan'da mol Mısır rudisi zapası var. Ruda diye ham materyal. Tağdan kolap çıkanların nesine. Asaslığı bu asaslığı Kaşgar, Sancı ve Karmay rayonlarına merkezleşti. Kaşgar rayonu en süperlik Mısır zapası bilen bağdanlı. Bütün Xitay için en birinci tutluk Mısır Kaşgar'dan çıkırdı. Sirakan deganni Xitoylar so'la deydigan qarab baqsam lug'at Sirakan deb Sirakan rayoni san ismlar olalamda usmaymi. Gaqda Siram deydigan Sirakan rayoni qatorliq bir qancha cho'ng rayonlar bor. Qashqar tarafda shular bor. Sharqiy Turkiston mis rudisi ishlab chiqarish miqdori uzluksiz ishib yaqinqi yillarda bir qancha million tonnaga yetdi. Misolan, Shanxay rangli metal tori, Shanxay Musawa 2022 yildagi sonliq ma'lumotiga qaraganda Sharqiy Turkistonning mis rudisi ishlab chiqarish miqdori 2 million tonnaga yetib Xitoyning million mis rudisi ishlab chiqarish bazasining biriga aylandi. Atuvanda Xitoy chiqib ko'rsatgan ashna ma'lumot so'zlaganimni bilaman. Dal tuvalletim. Ma'qul. Xitoy jadvalni ko'rsatmoqchi bo'ldi. Navbat degan materiallar Xitoyda jadvalni. Mana Sharq Turkiston chiqqan Hongkong deydi. Mis qonlarininki sonliq ma'lumot ekan. Mana 2019-yili 55 ming tonnadan 65 ming tonna chiqdi. 2020-yili 60 ming tonnadan 70 ming tonna. 2021-yili 70 mingdan 80 ming tonna.
2022 yılı 75 bin, 85 bin. 2023 yılı 80 bindir, 90 bin. 24, 25'inken kapanmadı. Qarsanız Bu her yılı 5 mindir işitdi. Şuna kaldı 2026 degenge bunun yani 15 minni qatlaq buludu. 15 bu min aşağıda degende ko'lab hazır chiqargan miqdor 100 ekan. min tonni mis Sharq Turkistondan chiqadi. Ya'ni Mana mana zapas miqdor emas, Xitoy ko'lab chiqarib olgan miqdor. chiqargan sen yapayım. Chiqargani. Zapası o. Yaman jiqqo zapası. Mana mana zapası 100 milyon tonni yetidi deb atibdi Xitoy chiqatdi babu. Arbay ben 300 milyon tonni yetidi zapası. Mana shuncha tuandiki rasmiy tuandiki Xitoy chiqat mana mushundan olgan Sharq Turkistonninki mis miqdorining kelgisi nay parla bu hukumatimizning qudratli bo'lishining asosiy bir muhim nuqtasi Sharq Turk Şinjan deydi. Sharq Turkiston ma texnika yeniliklardan foydalanib mamlakat bo'yicha texmi ko'p miqdor chiqarib hukumat va xalq davlatimizga imkon ko'p qo'shidi debdi. Mana bu birinchi misning so'zlab o'tdi. İkinci nikel. Bu nikel moddalarning bir qismi sal tuvalda nikel degan nima? Nikel bo'lsa mo'yum. Ha, nikel bo'lsa mo'yum metal elementlarining biri. Elaqa burun necha qitim ko'rsatgan kimyalik jadval. Kimyalik jadvalida birsi nikel. Nikel bo'lsa mo'yum metal elementlarning bir xili. Datlaşmaz polat, qitishma, hal qavat degan ko'pni urgan sir, ha, shu to'g'ri. Hal qavat, batarya, aviatsiya, boshqa sohalarda keng qo'llanadi. Aviatsiya deganda bir butun osmonda uchadigan aeroplan, yadro bomba, sun'iy hamra, hammani ichiga oladi. Mesela nikel nimeler işitiyordu ben tuvaletlerde sen devam etme. Nikel birinci datlaşmaz polatla arlaştırsa polatның çirişke damlıqını ve soğuduluş kiniş canlığını aşırdı. O ne? Datlaşma polat arlaştırgan diken polatның aşındaki çıdamlık soğudulduğu yani kiniş daha hususlu buldu. Bu onun atmosfera osmondagi barliq narsalarga par va yerdan chiqqan par va suvning chirishiga qarshi tura oladigan qilib kimiyalik sanoati metallurgiya va qurilish kasbida keng qo'llandi. Metallurgiya degan necha xil metallarni birlashtirgan sanoatidaydi. Iliq gaylar Xitoycha o'qigan va Xitoy metallurgiya Xitoycha Beijing deydi. Beijing deydi. Xijing deydi Xitoycha. Nikel qitishmalar. Men açma qisqaman tuan tushuncha tushuntirgan nikel qitishmalar degan nima desam, yuqorida nikel qitishmalar degan nikelning massa nisbati 50% ishib ketgan. Qitishmalarni ko'rtdi. Taşı bir yan maslanga polatga qatsangiz, nikel agar 50% ketsa bu ikkisini birlashmasa, uni nikel qitishmalar deb ataydi. Bu nikel qitishma yuqori temperaturga qarshi turish va chirishga qarshi turish iqtidoriga ega. Hamda plastiklik va avrishimligiga ega bo'lib, aviatsiya va gaz turbisida osmonda uchqandaylik sun'iy hamrolar intayib qattiq turibdi. Necha ming gradus tutadi. Kuydirib yetadi. Mushu nikel aralashtirgan qitishmalar ishlasa shuning uchun mudofaa qila oladi. Davolash uskunlari. Nikel degani manda ustidagi bir qavat farqroq datlashtirmaydigan narsa shu deyman. Javanlar. Burun töpüge sürküne onu hal deydi. Yalıtılgan deb qo'ymiz. Nikel yalıtılgan kim aldı? Kestire hal deb qo'ydi. O emas bu qitishmiga aralashtirib etdi. Mayliq javanlar burunlar dağırnamlar javandan aralashtirib bu. Agar bu mesela 50% oddiy masalanga 50% asraqi bu nikel bo'lib ketsa buni nikel qitishmalar deb ataydi.
Bunlar mesela ayrıplar mesela Sydney emranda aş uçkan saytıga hava onunla boğan mışı mesela mışı hava itilgandı mı hava boşluğunu itip çıkıdı çıkış gerek. Bunun dike sürtüşte bu neçinin grası okitedi. Ha şunu saklaş için şularda partılmay saklanıp ketişin gayvatı köyüp ketedi var. İçine gelleşmeni. Saklaş için bu işi nikeliniz katlaşmeni. Davalar üstünleri katlaş var. Her bir sanat katlarlık yukarı temperaturluk muhitlarda kem kullanıldı. Nikel mana aba sizge mana siz degan mesele keldi. Ikisi nikel hal bergen. Elaq biz deganimiz munda tüpük sürkep qo'ygan damdiq yerchi. Hal bergen materiallarning qattiqligi, turkilishga va chirishga chidamligi ko'rinarlik oshidi. Elektronlik zapçat, mexaniklik zapçat qatarlıqlarda keng qo'llandi. Sürkilish, har ayrıqlar üstü sürkilish, to'g'rimi? Qattiq sürkildi havoga. Undan nikel tok o'tkazish jonligi va chishishga chidamligi uni ideallashtirish eng ko'ngildagi batareya material ishildi. Hozirgi batareya materiallarda nikel night asat shuni qarab ishildi. Hozir bütün mashina batareya qarab ketib bordi, to'g'rimi? Aeroplanlar batareyaga minishi mumkin. Hammasi ketib bordi. Ilm chiqyapti-da. Nikel birikmalari birikme degan narsa necha narsa bunda qatgan narsa birikme deydi. Nikel birikmil aralashma birikmilari ham Uyg'ur tilida birikmilari deydi kajmunglar. Ila gaylar nurg'un Xitoycha xovu deb qo'ydilar, bunda birlash degan. Men Xitoycha aralashtirmay, chunki o'rta maktablar, oliy maktabda o'qigan hammamiz ximiyami, matematikani Xitoycha gaylarga bunda Uyg'ur desangiz nurg'un yoshlar tushunmaydi. Nikel birik deb qo'yilgan mix. mix Mix. şu mix. Shu. Nikel birikimleri kimya sanayide katalistorga endi chaqqonlashtirish. Iliq nimqil ishlashtirish bakasida muhim rol o'ynaydi. Bulupmu hidrogenlashtirish reaksiyasida. Hidrogenlashtirish bulupmu mesela atomnikini atom bombalarni atom yadro ishlashda keng qo'llanadi. Xitoy Statistika idorasining sonliq ma'lumotdan ko'rshatishicha, Sharqiy Turkistondagi nikel rudasi zapas miqdori butun Xitoydagi zapas miqdorining oldingi o'rinda turibdi, birinchi o'rinda turibdi. Bunun ichida Ili rayoni Sharqiy Turkistondagi eng boy nikel rudasi ishlab chiqaradigan rayonning biri bo'lib, mineral moddalar ko'p, mahsulot miqdori yuqori. Bunun nikelde. Bu hazır Xitayning asosliq nikel rudasi ishlab chiqargan rayonning biriga aylandi. G'ulja Xitayning asari. Xitayning sanoat ishlab chiqarish boylik bexatarligiga muhim rol o'ynaydi. To'xtana men birini sal kuchaytirib aytayman, sal talab qilyapman. Ancha tushirib aytayman. Nimada mana tuandiki sal tuanga tushasiniz, Xitoychini ko'rasiz. Mana Xitoychi mana. Mana bir jadval bor. Shay akilalamsiz? Halo? Xitoy mana. Mana abay bu material Xitoyninki tubindagi ilidiki abay G'uljirayim birinchi deganlari mana Xitoydan ilgan Tungjiji degan bu Xitoy Tungjiji, Jongyang Tungjiji. Jongyang statistika idorasi. Mana 2016-yili 10 mingdan 15 mingni chiqaribdi. Qiyilibdi. 15 ming tonna, Ma 2017-yili 12 mingdan 17 ming tonna. 2018-yili 13 mingdan 18 ming tonna. 2019-yili 14 mingdan 19 ming tonna. 2020-yili 15 mingdan 20 ming. Her yili qarsangiz 2 mingdan 1 mingdan 1 ming tonna, 2 ming tonnada ishdi. Shuni qaraganda men bundan cho'nqur materiallarni izlab jadval topolmadim.
Bo'lmasa Xitoycha AI'nimi yordam chaqirdim. Mush statistika bo'lganini hisa olgandimi, hozir Sharq Turkistonda har yili 25 mingdan 30 ming qadar ishlab chiqarayotganligini bilalaymiz. Mana materialni ko'rsanglar mana. Mushu Xitoy buni Tongjijunikida oldim. Tongjijuning to'r betiga men bekchiq to'ri kirsammi, gayvoqlar bor, gayvoqlar yo'q. Mana da mavu. Bu bir xil. Endi yana bir ya yoshamaydi ular adil imkonidir. Yo'q, nimqot mana men ko'chirib mana sizlarga bo'lmasin deb rasm tortmisha isib qo'ydim buni. Rasm xarakterlikda isib qo'ydim. Men bu yerga tafsil yozyaptim, foydalanganlar bo'lsa ishlasanglar bo'ladi. Ha. Bu şey rasmiysen bu şey adli bir cedvamışlar tikiştim. Siz bana 2024 yıl bu vazifenin vergenlerine tikişi cereyanı gitti bunu ben tayarlık kuralım. Ha şunun yakı uçurgandı bir kettin tayalap koyman şeyle 7-8 timan içi olma. Kaysının bir materyal çıkışını buluklayma. Yani şu bir turşmağanda oturup koyma. Ağlamayısız. Mavi yanı biri budak yan bir sözleydiğen yan bir mineral mangan. Uygurca mangan deydiken, mın deydi, kaç okulan. Mangan nimi, mangan namgangen nimi nimge şildidir. Mangan mitologiya hatida mangan rotki asaski mangan kitişmisi işlep çıkırışka şildidir. Bular yukarı kuvvetli uğraşqa ve yukarı temperaturga çidamlı polat işlep çıkırışka şildidir. Na yukarı temperatur asmanda intayın karşı. Mesela yadro bombomu şu da nima boshqurgan bombom u degan necha ming kilo ishtir manganga uningga sirtiga ashundaq birini qoplamasangiz u erib ketadi buzmaydi. Mangan qechishmasi metallurgiya, mashina yasash, elektron, ximiyalik sanoati va boshqa sohalarda keng qo'llanilgan muhim qechishma material. O polatning qattiqligi, chirishga chidamligi va ximiyalik xususiyatini yaxshilab xizmat ömürni ham har qanday narsa ömürni qanchalik uzun chidalaydi deydi. Shu yasgan xizmat ömürni uzatalaydi. 100 yıl, 150 yıl aşağı uzalaydı. Hem de alayda polat, datlaşma polat ve uğraşqa çidamlıq, qitişmilik polat işlep çıkarışta muşini işiltiyordu. Muşini işiltiyordu. Bu sanayi sahasında. Ximiyalik tutuyor deyseniz, ximiyalik sanayide manga rodsi. Abaylık Xitayçısı, bakana Xitayçının tüven kop koydum. Ximiyalik sanayide manga rotsi, manga oksit ve mangan karbonat qatarlıq her xil mangan biriklerini işlep çıkarışqa işiltiyordu. Bu mangan biriklimeleri tömür polat, eynek, elektronluk mahsulat, dora, dehqonchilik doğrular, o'g'it ve başka her xil sohalarning ishlab chiqarishida keng ko'lamda qo'llandi. Keng ko'lamda qo'llandi. Manganning strategik qiymati dunyo sanoat o'zgarish jarayonida barg'ansiri gavdalanmoqda. Barg'ansiri yo'g'onyapti, gavdalashmoqda, maskullar ko'payyapti. Qozog'istonning mangan zapsi 600 milyon tonnadan oshadi. Asiyada birinci, dünya miqyosda 4-chi o'rinda turdi va xalqaro mangan boylik bozoridagi muhim rolchiga aylandi Qozog'iston. Xinjiang statistika idorasining sonliq ma'lumotlarida ko'rsatishicha, tuanda Xitoychini ko'rsizlar, Sharq Turkistonda aniqlangan mangan rodi zapsi 10 milyon tonnadan oshgan. Jo'g'lanma aniqlangan zapsi 50 milyon tonnadan oshadi. Mo'ljallangan boylik zapsi 100 milyon tonnadan oshadi. İş ketadi. Sharqi Turkistondagi manganning rodi darsi 30%dan yuqori bo'lib, bevosita ishlatishga bo'ladigan oz uchraydigan mol mangan rodi. Sharq Turkistonda 60 dan ortiq mangan zapsi aniqlandi. Ular
Bayg'ol, ular ne dersiniz? Bayg'ol, Mongol köre. Meğerden nima Xitoychilardan Xitoychi nemisdan ilyapti men ashadin, men rayonlarga Bayg'ul, Mongol küre, Aksu, Bay nayesi Katarlık Tengirtağ liniyesi rayonlarga tarqalgan. Hazır Şarkı Türkistan Xitayning mangan rotisining zapsi eng ko'p rayonga aylandı. İlgiri Xitay Polat Tümür sanoatiga ehtiyoj mangan rosi import qiladi. Qozog'istonning 600 million tonna zapsi ilgiri Xitoyni ta'minlaydigan muhim manbasi edi. Lekin yaqinda Sharqiy Turkiston Markansu o'xshash mangan mo'l boyliqlari qezildi. Xitoyning strategiyalik o'rinlashtirishni cho'ng o'zgartdi. Ma Xitoylarning bergan xabari jumla. Mana Xitoychi mana ma Xitoychi naba deganning Xitoychisi mana menga deb qo'ydim. Sal tuvan tushiring. Bir jadval boyagicha opiring. Ha, mana aq tüpede qizil xat men hozir o'qigan so'zligimning asosiy ma Xitoy to'ridan olgan mana ma tuvandiksi bu manganninki ishlab chiqqan son. Mana nimasi 2019 yili 220 mingdan 280 ming tonna ishlabdi. 2020 yili 250 mingdan 300 minggacha. 300 ming tonna. 2021 yili 270 mingdan 320 ming. 2022 yili 300 mingdan 350 ming. 2023 yili 320 mingdan 380 ming. Muşu so'z maqsa hozir 3 yil hozir aqchan masalan qani mushu birinchi 5 yilning ichida 100 ming qitildi, 3 yil qilsa hozir har yili 40 mingdan 250 ming tonnadan 500 ming tonlargacha ishlanayotdi deb faraz qilsak bo'ladi. Mana Sharq Turkistonni mana bu Bayingulung, ili Jovsu deb olibdi, uni Mongol küre deymiz biz u yoqlarda. Shunga Aqsuninki, Aqsuni oldi ro'yi. Aqsuning ashta yeri bormi? Men ashikni bilmayman, Aqsunikini bilmayman-ki. Hozir Xitoyning Aqsu Baynayes, Aqsu Bayanaye degan bog'i ham anglaganmisiz? Bormi? Ya, endi yana bir bu da tanıştırgan yana bir qizil mineral litiy. Ya bu ismlar nurg'a uyg'unlar anglab bakmagan üçün hacet bizning boyligimiz oltin bilan go'kar bilan to'xtab qolgan ekan. Ama litiy degan bu bizning chiqargan eng cho'ng hozir dunyo talashayotgan boyliqlarning biri. Litiy degan nima va nimaga ishlatadi? Dunyo yaqin yangi energiya sanoatining tez taraqqiy qilishiga ergishib, litiy batareyaning yadroliq ham ashyo bo'lishi sifati bilan litiy rudasiga bo'lgan ehtiyoj davomli oshmoqda. Hozirgi batareyaning xom materiali litiy bilan bo'lyapti-da. Hozir dunyo batareya ketib bordi, to'g'rimi? Mashina batareya ketib bordi, aeroplanni dastlab o'ng harakatlantirdi, harakatlantiruvchi batareya orqali harakatlantirdi avval aeroplanni. Neft emas. Xuddi mashina biz batareya orqali harakatlantiramiz. Shuning o'xshash aeroplan hamma narsa batareya orqali ketib bordi. Litiy rudasining 87%ni batareya ishlab chiqarishga ishlatadi. Misali litiy elektronlik mashina batareyasi ishlab chiqarish, qayta hosil bo'ladigan energiya saqlash. Bu qayta batareya degan nurg'unlar bir ishlatib tugatmaydi. Uni qayta ishlatgani bunda import eksport qilib turib ishlatgani bo'ladi. Iste'mol elektron mahsulotlari qatorliq sohalarni taraqqiyotida intayin muhim. Sharq Turkistonning litiy karbonat ishlab chiqaradigan rayoniga Sharq Turkiston Xitoyning litiy karbonat ishlab chiqaradigan rayoniga aylandi.
Xitoy statistika idorasining sonliq ma'lumotlarida ko'rsatishicha, Sharqi Turkistonning yillik litiy karbonat ishlab chiqarish miqdori butun Xitoyning ishlab chiqarish miqdorining 40%ni egallaydi. Asos yerimini Sharqi Turkiston chiqadi ekan. Xitoydagi barliq o'lka va shaharlar ichida birinchi o'rinda turdi ekan. Sharqi Turkistondagi litiy karbonat boyligi Qashqar, Altay, Qarmay, Sanji qatorliq joylarga tarqalgan. Bo'libmi Qarmayda cho'ng tipdagi litiy karbonat zapsi bor bo'lib, Xitoy uni litiy ishlab chiqaradigan eng muhim rayonga aylantirdi. Sonliq ma'lumotning ko'rsatishicha, Sharqi Turkiston yillik litiy karbon ishlab chiqarish miqdori 100 ming tonnadan ishib, Xitoyning litiy karbonat ishlab chiqarish umumiy miqdorining 25%ni egallaydi. Butun Xitoyda ishlab chiqqanning 25% bizning Sharq Turkistondan keldi. Hozir İran Elik Hormuz'ni mandal itib qo'yganda dunyodagi neftning 20%ni Asiyadan keladigan qanday nimshi bo'lib ketdi 20%ni itib qo'ysa. An'anaviy litiy karbonat zapsidan boshqa Sharqi Turkistonda yana uning bilan fotovolt litiy karbon bayqaldi. Bu intayin oz uchraydigan litiylarning. Bu dokladning aytishicha, bu Xitoy doklad aytishicha, bu yangi bayqashning miqdori 25 million tonnadan oshadi ekan. Buni fotovolt degan bu intayin litiyning ichiga eng esli. Bu Xitoyning kelgusiga yo'shirin kuch qo'shdi. Xitoy hatto litiy eksport qilishning planini tuzyapti. Hozir Xitoy hatto ishlatib bo'lolmay Sharq Turkiston chiqini, uni dunyoga eksportninki planini qilyapti. Ma tuanga tushiring jadval bayaga. Mana tuandiki abay men so'zlab o'tganlarning asosiy ma'ashlarni qutib so'zdim. Mana litoning 2018-yili 2500 dan 3000 tonna chiqibdi. 2019-yili 3000 dan 3500. 2020-yili 3500 dan 4000. 2025-yili 4000 dan 4500. Her yili 500 tonnadan qaytilibdi. 2000 hozir 5 yil qatsak degan so'z, 5 yil degan 25 ming, hozir az deganda 7000 dan 8000 tonna litiy ishlab chiqarib o'tadi har yili bir Xitoyda. Buni mushta bilgini bo'ladi. Ana shu jadvallarni tadqiqotchilar ip qo'yinglar, to'xtab turing hemen. Mana endi yana bir so'z aytgansini berilli deydi, beryllium deydi, inglizcha berilli deydi. Bu berilli degan berilli zamonaviy texnikada keng qo'llandi. Misal olam qatnashi. Olam qatnashi deganimiz butun aeroplan, Şu sunniy amra, hammani o'sha qo'yayotgan yulduz apparatlar hammani ko'rsatadi, bo'shliqning sirtidagi hamma yani. Berili raketa motori. Raketani atgan motori, raketa motori. Sunniy amra qurilma zapchastlari. Sunniy amrani yasaydigan zapchaslar ve olam kemisi kabinat issiq saqlash qaviti. To'g'rimi? Olam kemisini ichida bir issiq saqlaydigan kabinat odamlar shuyat turadi, bo'lmasa odamlar kuyib ketadi. Qaviti qatorliqlarni yasashda ishiltadi. Ashlarga mushu berili ketadi. U olam qatnashi uskunlarning ig'irligini ko'rinarli darajada tuvallatadi. O qanchalik yeniq bo'lsa, yuqoriga shunchalik yaxshi, to'g'rimi? Ushqan narsa. Bu shuni qila oladi va issiq chidamchanligini oshira oladi. Shuning uchun kuyib ketmaydi buni ishlagan. Yadro energiya sohasida, yadro energiya, berili yadro reaktorining radioni
atomlarni bir ish qilish uchun reaktor kerak, uni harakatlantirgan. Reaktorning neytron tangshiguchi va aks ettirgich materiallari bo'lish sifati bilan yadro parchalash reaksiyasini unumli kontrol qiladi. Bu o radyo deganda parchalashni qo'yib uni kontrol qilmasang portlab butun yer sharni yo'q qilib yetadi. Ya bir qo'yib bersangiz portlab uni kontrol qilish kerak. Reaktorning unumi va bexatarligini oshirdi. Elektron va optika deganda nur deb o'ylanglar, optikal deydi, optika. Elektron va Amerikada bir necha odamlar bor shu kasbi optika qiladigan bir necha uyg'urlar bor. Shunda doktorlik olganlar bor, bir necha kasbdilar shu optikada xeyli ilgari surganlar bor. Bereli bo'lsa X nuri turbisining elaqa doktorxon bandaga meyaga X ko'rdi-ku, X nima deymiz uyg'urcha X nur demdik. Rengingi tushdik deymiz. Ya ringen X nurida aşnaylık bunda turbisi var. Bunda körgü aynak. Turbisinin derizini lazer asvabi, nur asvabli optik tala üskünlerinin yadroluk materyalları. Aşında berili oksit yukarı temperaturga çidamlık izolyator ve yukarı iniqlikteki optiklik linza aynak. Endi müşeylik sünniye bir alamsa hemmesi yer şu an körük aynak olgu bütün dünya aynakta yasashqa işiltidi. Mühim materyallarda bu bulmaydı. Metallurgiya sanayatida birleşme, aralashma sanayatida berilme mis qetish milleri yuqori kuchlik chirishga chidamliq va yuqori tok o'tkazish jonliqi birlashtirib, mislar bilan birlashtirib, aniqlik asboblari. Endi asbob degan narsa gayla degan kilogacha bo'ladi. Gayla santimetrgacha, gayla atom darajada millimetrga, nanometrgacha bo'ldi. Ashta aniq asboblari portlashdan saqlanish asboblar qatorliq uskunalarni yasashda ishlatadi. Masalan, atomning atom degan atom energiya, masalan, Amerikaning paraxodlari ashada atom degan mushta elaqqa mındaysan reaksiya berib turdi, reaksiya berib turgan uningdan chiqqan o paraxodni haydaydi. Ani kontrol qilmasang portlab ketib qoldi. Shuningga mush berilini ishlatadi. Masalan, davolash sohasida berili qetishmisi sun'iy bo'g'ilma ve boğulma degan mayliqi sun'iy masalan odamlarning yampish chiqqasi yampaşning o'qlarini almashtirdi-ku ichidagi bir narsalarni. Shularga sun'iy bo'g'imlar ve tish terak qatorliq. Tishingizni sog'anda terak qo'ydi. Bunda nim qilishda. Masalan, mening 4 tishim bor, implant qilgan. İçiga tishingizni ilib etib, yalğanç мәңгілік tishini soladi. Selishdan burun avval bir terak kirgizdi. Onun tepe qaplaydi. Şu tema aldımki tishlar shular. Terak qatorliq davolash uskunlarida ishlatadi. Onun biomaslashish jonliqi. Onun biomaslashish jonliqi degan u badaningiz bilan tez birlashib ketalaydi. Bunda insonni hisoblashtirsak, badan bilan tin bilan birlashib ketalaydi. Hayvonning bir yerga solsa, hayvon bilan birlashib ketalaydi. Ulan sizimle kabul kılarlar mı gene o? Sizimle kabul kılsanız buldu. Ben üzerine bak, şimdi kısaman mı? Bunu da okşat, tamak yesem sizliğine. Ondan bir kişi Tamak oldu yesem ki. sizliğine. Yine kımazsan yalgan kişinin anda koyuyorsan tamak kişisi sizin bulmaydı. Olmaydı. Manın sizini bulurdu. Sokakını bulurdu, tatlıkaçını bulurdu. Ondan o siz ne kıldı ki? Bir kişiler. En bir materyallardan üstün turudu. Yani bir yadro kuralları ve su astı paraxod. Yadro ok dişi, atom bombasının ok dişi oldu. Ve yadro su astı paraxodlarının yol başlaş testimizdeki giroskopka işledi. Su astıdaki paraxodlar aşı arqılıq izdiqmay mağıldı. Aldıki nəslen sizalaydı. Ta birinden biləlaydı aşının arqılıq. Yadro bombanın mı? Beşiğe şunu işledi. Partlaydıgan bombunu. Bunun arqılıq vücut iniqliqini öttürdü.
bir Üstü. yerga zarba berish aniqligini o'stirdi. Masalan, Amerika İran atgan bombalari mushundaq aşı santimetr aniqlikda tushyotdi-ku. Mushlar bo'ldi. Uningdan boshqarilgan bomba texnikasi. Boshqarilgan bomba dunyoda intay muhim rol o'ynaydi, to'g'rimi? Berilma bilan qoplangan zapchaslar yuqori sur'atli uchish jarayonda yuqori temperatura va surkilishga bardoshlik beradi. Boshqarilgan bomba qurilmasining muqimligiga kafolat qiladi. Alda boshqarilgan bombani masalan Amerika Xitoyga birini otsin, uyak bag'chi o'digan ovoz surtidan nachasi ishtiklikda mang'idi. U mang'anga qancha ishtik mang'ansa surkilish shunchalik ching bo'ldi. O'zimizning bu joyda sen ishtik jugangansilar shamolning odamga bo'lgan qarshiligi shuncha kuchli bo'ladi-ku. Biz degan mana kuchab ketsak bir 10 kilometr ishtiklikda yuguraymiz. O'ylab beqinglar necha 100 ming kilo aeroplanlar ashla mushning ishildi. Yer sharda kamchil bu berilmaydigan yer shari kamchil boylik. Hozirga qadar aniqlangan zapsi 400 ming tonna. 400 ming tonna arang. Asasen Amerika, Xitoy, Rossiya qatorliq davlatlarga tarqalgan. Men Xitoy deganda, xalqaro materiallar Xitoy deganda Sharq Turkistonning o'zi ichiga so'zlayotdi. Qilinglar. Men xalqdan Xitoy ishlatadigan berili Rossiya Sharq Turkistonga markazlashgan. Xitoy zapsining yarimidan ko'prakni egallaydi. Bo'libmi Aydin ko'li. Aydın Kölü neredeki Aydın Kölü. Xitayca Beyyanxı dep koyduken Aydın Kölü Uygurçaga dogat kirsem Aydın Kölü dedi. Nege urlaşkan ki onu taza aşağıya ya Turpan'a Aydın Kölü tarmak ekimi ve Turpan dike Aydın Kölü diken. Aydın Kölü tarmak kunu ya Toksun deryası ekimi rayonunda 2 milyon tonluk berili zapsi bayqaldı. Dünyada 200 milyon bakı eşit 2 milyonu takıp. Bu Asya'daki en çoğu bulupla kalmay Xitayni yer şarını berili baylık bilen teminleydiğen asaslık devletke aylandırdı. Aylandırdı. Bunun cedveli var mı? Yok. Bak. Tüvengi düşürüne. Cedvel bayege. Ya mana töpeden qanda qilsam jidol Xitoy o'zidimi butun Xitoy bo'yicha nimdan 20 dan ispetidi aydi xujliu toksu xir deydi asha aydin Uyg'urcha aydi xu degani nimdaydi deb lug'at qilsam aydin kuli deydi nadiki men tal uqmadim jumla 90 turpan deb bo'lishi mumkin hujjidan Uyg'urcha ismi Aydin Kölken. Degani Aydin Bayyanxo degani rasmiyada Xinjiang Turfan deydi Luifo debdi. Turpan'da bo'lishi mumkin. Mana buni ishlab chiqarishi 2021-yilda 1000dan 1500 tonna. Bu nayt oltindan va qimmat narsa jumla bu shu go'hardek narsa. 2020-yilda 900dan 1400 oziyibdi. 2019-yilda 800dan 1300, 2018-yilda 700dan 1200, 2017 600'dan 1100 tonna bularımız tonna. Nemeska Allah değil şu bayıqa yerlerdikiler kolap azlap gitip paramda uçmayman. Bana muşunda çıkırıptı aldı 2000 Yak nimke tüvenden yukarı kere tüven 600'den 2017'de 600'dan 1100 2021'e 1000'den 1500 bin etti. Şunun da karaganda 5 yıl içinde 500 kilo kıytılıkta muşlun hesap kıysak adı Şarkı Türkistan'da her yılı 2500'den 3000 tonlu işlep çıkarılıydı. Bu doğruluk Xitay mandak bayanat ilan kıldı. Üzlemiş doğruluk. Ama Xitay'ın bayanatını Kırgızdı mı kırmızı mı? Sen tüven Kırgız'da bayanatı var mı yok mu Xitay bayanatı diye? Sen tüvende. Var mı yok mu? Baki. Bamke. Tay bayan ki bunu tay bayan tercih yapıp Ataşehir'den tercih okutma. Şincan ki birinin zapsının bayqılışı ve terakki qilishi
Xitoyning yuqori texnika va harbiy sohasidagi raqobat kuchini oshiribla qolmay, boylik strategiyasining muhimligini gavdalantirdi. Bu strategik materialning sijil içki çokum texnika yenilik yaratish orqali amalga ishishi mumkin. Ha, mana Xitoyning buni topgandiga xo'sha bo'lib qolgan nimasi? Gandanda ko'mirga kelaylik. Ko'mir degan bu bak olansa, bunun bizniki Abdurrahimning raisning bir ismi Tömürtüğü. Tömür devam et. Ha. Tömür devam etsa o adam meni yaxshi bir ta'sirim bor. Bu Amerikaga chiqishdan burun vaqtida pasport ilishga Abdurrahimning raisi qo'l qo'yapti. Men endi shu vaqtida hamiyat taftish rais qo'l qo'ydi, maktabni qanda qo'ysa, u vaqtida G'uljida Ba'luni Urumchida Ba'lu deydigan bir bino bor, bilmamsiz ismoilni. Şu vaqtdagi eng cho'ng bino o 87-yillari. Shu boshdan jig'ini ichiga shel berib ham Temurkomni o'sha qo'l qo'yib bersin desam, raisdan ashak bossam shuning bilan va qanday qo'l qo'ymasam, bu Temurning qonibi bilan men tanishdim. To'latdi. U odam desam, sen atdiyan bitar dedi, atdiyan soat 7da ashak bossam, bu qonvoy ishni dab qo'yib ishni urdi. Uyini ichiga yotoq kirdim. Aşı yotig'ida yotqandan qo'pmabdi, yotqanni yetib turib, qo'shilmanda qo'ybagan hozirgacha bor menda. Ya Abdurrahimning raisi men qo'lan ko'tirdi, qanviy bilan yaqin ag'indim. Akirsam qo'shilman deb qo'l qo'yib berib, meni ishim shuningdek menib ketdi pasport. Bu odamning bir yaxshi ta'siri bilan qoldi u. Men Tömürni qilmayman. Kömür neymiş yıldıda kömürünü bilmese, kömür rodsi, polat, kömür sanayetinin asası ham, eşya, bulşi, sıkı bilen kullanış canlığı naitken. Şirt iş canlığı, ama ketli sahada kullanış canlığı değil. Kömür rodsi, eritiş ceryanında çüyünge ayrıldı, ama çüyünge ayrıldı. Andın her yıl polat, kömür işlep çıkarışka işildi. O sanaat işlep çıkarışta kem bulsa bulmaydıgan materyal. Aldı bile. Bunlar kömür zamanıvi sanatın ultisi. Yasaş sanatın hemmisi digide Polat Tömürge tayını. Kuruluş, katnaş, makina sanayetiga hemmisi Polat Tömürden ayrılamıyor. Emniyet bunu künüp pişecek tümü hemminetimiz Tömür bile buldu. Mesela kuruluş kesip Polat'tan faydalanıp ilgili bina ve körük yasaydı. Hatta sanayide Polat'a tayinip maşina, koyup, parahut işler çıkıyor. Onundan başka, ikincisi, maşina yana sanayide, maşina yasaş sanayide Polat bulmasa bulmaz. Çünkü Polat'ın küçüklüğü ve çiğdamcılığı onu her yıl mekaniklik üstünlerini yasaştaki en yaxşı materyalga aylandı. Adı onun da aldığı çıkıdığına altınlar çıkıdığına altın işletmeyse bu bakımda tokta gidiyordu, doğru mu? Polat Tömür sanayeti bir devletinin sanatleşiş seviyesinin muhim göstermişti. Onun terakkiyatı her bir devlette iqtisadi emniyetçiye ve halkara rekabet gücüne bevasita ta'sir ko'rsatdi. Şunun için kömür rodisining muqim ta'minlanishi devletning iqtisodiy bexatarligiga kafolat qilishda intayin muhim rol o'ynaydi. Bir devletlar kömür. Xitoylar Avstraliyadan kömür rodisini chiqardi. Kömür rodisi Sharqi Turkistondagi muhim qidilma boyliqlarning biri bo'lib, asosliqi Janubiy Oltoy, Sharqiy va G'arbiy Tangirtaq qatorliq O'rta Osiyo Urugin Belbaq rayoniga tarqalgan. Ko'kto'qay nahiyasidagi Mingfu kömür kini. Hozir Xitoylar nurg'un kömürlarni ichib qo'yayotgan.
Xitaycha ism qo'yibdi, uning Uyg'urcha ismi yo'q buninglar. Minko temir kini, sharqi januba qumuldiki Shixay temir kini, kon. Şican naistiki Ergang temir kini, Şinjan Şijin naistiki Jibo, Dandi ve Beycan temir kanları Bayıngul'un Bayan Ul Yistiki Çanghantur tümürkani katarlıklar çoğunlukla tümürkan. Bularning için ben loğatmışlar, loğatlar izlep baktım. Nurgullarınki böyle Uygurca ismi yok. Xitaylar kamp kurganda Xitay ismini kurdu. Şu kurgan şehrini, nahiyelerine Xitay ismini koygan, onun Uygurca ismi yok. Sen tüvenlersiniz, Xitay çıkart, yani turdu Xitay ismi. Ne? Xitay Davlat Statistika İdarəsinin bayan qilishçə, Xitay yana G'arbiy Tengir toqqa joylashgan Kunas va Nilqa naistiki Janubiy Altay Sharqiy Tengir tog'dagi mo'l temir rudni bayqagan. Yana Jungar o'ymonligi, Irtish daryosi, Ejik Haysidagi temir rudni boyligini ichishga texmi zo'r kuchli çıkırdığını ilan kıldı. 2025 yılı 12. ayda Xitayning Sharqiy Turkiston temir rudi ishlab chiqarish miqdori, oylik miqdori 2 milyon 770 ming tonnaga bordi. Nimasi bor, ha? Tuandagi jadvalni tushiramiz. Mana oylik tonnalar. Mana van deb oldi. 2025 12 ayning 31'i 2 milyon 770 ming tonna 2025 11 ayning 30 kuni 2 milyon 82 ming tonna 2025 yili 12 ayning 13 kuni 3 milyon 330 ming tonna temir ishlab chiqildi. Baxtdan jadvalda ana mayli men nurg'unlar ishlatma temir bilan Polatning ikisi bir asıl çıkar, farkını sen izlep koya, ikisinin farkı var Polat tümürde. Tümür karbon terkibi yukarı metal elementi bulup, onun katlıklığı ve Sozuluşçanlığı. Şekli. Tümürünü soğuzup bunda kılanmayız. Tümür yumuşak ve işleş asasen bulgaçta ya tümür yumuşak ve işleş asan bulgaçta bina ve körü katarlık asasi kurumlarda daim işidir. Polat okşar, Polat bunu bunda tümürünün ismini buludu. Polat olsa tümür, karbon, fosfor, gungurut ve başka ilimlerden tertip tapkan kıçma bulup asas tümür. Alayda işleş arkalık çıkarılır. Polat'ın güçlülüğü ve çirkişe karşı turuş iktidarı tümü karganda 100 dersi güçlü. Bulgaçka maşina, parafot, aeroplan katarlık katnaş kurallarını yasaşta şundakla elektrik üskünlerini katarlık her kıl sahada ken kullanır. Ömür biraz kupanlar ki Polat bunun da işlep kendiler işte çidamlık, çirişke çidamlık. Şimdi budaksı kokşun geldi. Kokşun sinik. Kokşun sinik. Kokşun işkini daim işkini ten işirdi da bu işki sözünü. Kokşun sinik rodsi, kokşun ve sinik ikilisi bulgan rodalarını köstür. Daim bu işkini birleştirip işirdi. Köp vakitlerde yer astı roda kanlarda uçuraydı. Onu mitologiya, kimyalik sanayi, kuruluş materyalları ve dehqonchilik qatorliq sohalarda keng ko'lamda ishlatildi. Masalan, qurilish, qo'shun asosliga batareya ishlab chiqarish, qurilish materiallari ishlab chiqarish va ximiyalik xom ashyo sifatida ishlatildi. Sinik asosliga galvanlashtirilgan yamsa sinik yalatqan galvanlaştırgan, yalatqan degan gapda, silik yalatqan mahsulotlar
qitishma mahsulotlar va kimyalik xom ashyolarda ishlatildi. Qo'shinchilik rotsi ma'lum miqdorda gungri elementi bor. Qo'shinchilik rotida ma'lum miqdorda gungurt elementlar bor. Uni kimiyalik reaksiya orqali chiqargani bo'ldi. Uni kimiyalik reaksiya ulan chiqargan bo'ldi. Gungurt muhim kimiyalik xom ashyo bo'lib, o'g'it, dehqonchilik dorisi, kimiyalik xom ashyo va dori yasashda kam qo'llandi. Xitoyning xalq to'ri Rimminwang deydi. 2025 yılı 7. ayının 2. günü ilan kılışça Şarkı Türkistan'daki Qo'qshin sinik kanları Altay tig'i, G'arbiy Kulun tig'i ve Tangir tig'ilarga tarqalgan. Şarkı Türkistan'daki Xotan, Xo'shaoyun. Bu Xotan'ga buni Xo'shaoyun deyken bunu Uygurca ismi var mı da ben şey Xotanlik ballardan hemmesi şunda sürüştü baktım Uygurca ismi yok ki. Xo'shaoyun Qo'qshin sinik kinida 2024 yılga kadar aniqlangan Qo'qshin ve sinik metal zapsi 22 milyon 300 bin tonnadan ortiq bo'lib, mineral belvig'ning zapasi 80 milyon tonnadan oshadiganligini mo'ljallanmoqda. 2020 degani uni bilib bo'lgan chiqadigani, ani mo'ljallayotgani, mushunchalik odam asatib turib, ya mushunchalik bo'ldi-ku deydi. 80 millionga, tonnaga. Bu Osiyodagi eng chong Qo'qshin sinik zapsi bo'lib, dunyodagi 6-chi o'rinda turibdi. Sharqi Turkistondagi Qo'qshin sinikni keng ko'lamda için Xitoy 2023 yılı 1. ayın 27. günü Xinjiang Xo'shaoyun Qo'qshin sinik kan cheklish shirkatini qurdi. Bu bir yuqori texniklik ve hükümet pay kontrol şirketi bulup hazırki o'rni Xotan vilayet, Xotan nahiyesi iqtisadi yeni rayon Beijing yolu 206. numar. Ve Xotan nahiyesi zamanvi dehqonchilik sanoat bog'chisi 208. numar. Bununki bu şirketini az bu dünya bo'yicha 6-chi cho'ng shirkat kirdi. Kechmolar ma diqqat qilinglar. Xo'shaoyunning Xo'shaoyun şirketinin başlığı Wu Chunshin, bu şirketin başlığı bayan kılışça bu Xotan Qo'qshin sinik kininin yoshurun iqtisadi qimmati 370 milyar yuandan oshadi. Milyard deyapmiz, 1 milyard degan 1000 milyon. 370 bin milyard. Yana bu şirketga munosabatli Qo'qshin kislotalik batareya, Qo'qshin oksid, Qo'qshin materiali, Qo'qshin qitishmasi, Qo'qshin tuzi ve kabul sanoatlarini yo'lga salmoqchi. Endi aşağıda mushlarni qurmoqchi. Buni texmo kengaytib, sinikni alyumin, magni, mis qatorliqlar bilan birlashtirib, po'lat temir, metallurgiya, mashinasozlik, elektr, ximiyalik, yenik sanoat, harbiy davolash va dorigarlik sohalarga ishlatiladigan besim qo'yilgan qitishma, besim qattiq bosgan qatorliq qimmati 50 milyard yuandan oshadigan kasblarni yo'lga qo'ymoqchi. Hazır başlaydı ekan. Cumhuriyetiga mushu boshlab bo'pti, vaqtcha boshlab bo'ldi buni qildi. Bu Xitoydan 8 mingdan ortiq kasbiy kishilarni Xotanga akelmoqchi. Bularni qilish uchun. Bunun her yili Xitoyga bo'ladigan foyda ve baji 10 milyard ekan. 10 milyard. Ma tuandagi Xitoychini ko'rsanglar nima bo'ldim. Tuanda Xitoychini ko'gini bo'lamda, Xitoychi men abay so'zlaganning manbasi. Ko'rsalamsiz, ko'rsamamsiz. Tuanda Xitoychini ko'rsangiz mana Chengxin, Artayshan, Xikulun, Tianshan degan aşı rayonlar hammasi ashuningda. Endi yana bir moddan so'zlaydigimiz biz hammamiz Uyg'urlarga eng bilindigini oltin. Biz paydaşlık altınla içmezse, altını oynaganda biz tarixda zaten altını oynagan başkını oynamayız, altını oynaganda bilmeymiz. Altından başkını esasen bilip ketmeyiz. Bildiğimiz
Qaştışı var. Ya Andan kaç dişi keyin var. Ben bu altınlığımı nemiga işletir kaldım bildiğin adam ne ait? Zibu Biz altın zilletdan dedi, başqa şey yo'q, uyup pul. altınlar, zincir bence muşlanlar. Dünyada en alçığa erişken materyallarının biri, onun yukarı zikliği, yukarı sozuluş canlılığı, yukarı tok ütküzüş canlılığı, yukarı oksidinliş ve çirişke çıdamlığı, onu zinnet büyümler, en zinnet büyüm diyen bir tolsu, zincir, bile yüzük, halkılan deyimiz. Bilen çekimle kalmay altın. Biz muşlarla asabına çekim kalmay, meblağ siliş ve zapas taklaştı en yakşı tavlaşka aylandı. Doğru bir devletle hemisi altın gibidir. Amerika'nın dolduğundan küçük altın asas, kendi asas durdu. Hatta Xitayning oltini xeyli dunyoviy ikkinchi o'rin katta. Oltinni to'xtamay ilyapti ham. Chunki man Sharq Turkistonda qo'llab chiqqan oltin nisbati nihoyat ko'p. Esinglarda bo'lsin, o'sha 6 oydan chiqqan oltin dunyo uchun birinchi o'rinda turdi. Oltin elektron, xabarlashish, olam qatnashi, ximiyalik qurilish va davolash texnika qatorliq zamonaviy sanoatiga keng qo'llandi. Masalan, men bularni tuanda biroz tushuntirib o'tib ketay. Elektron sanayide. Ha, Dediniz miqdori süptüdümü? ya Nemiside? sütti. Sütti. Ha. Altından Sütti. Mesela adağılığı birlikte buranın Sovyetler çıkırdığı altınlarını biz kirgalan teri altında koyuyoruz. Zaltay, Ulanın Zaltay. sütti bu altay altının sütti birinci oranda. Bunda altın naydı azıcık çıraydı. Ha. Bunu işte mesela elektron sanayide kontakitlik bunda tutuşturan yerdeydi. Kontakitlik materyalleri karışlık kırtış materyalleri diye şey karışmış aciz olurdu. Tepserleş materyalleri, temperaturunu ölçeş materyalleri, sapçaklarının ağırlaşma, yetişme materyalları da elektron saatte bunun altını ken işlidir. Alem katlışı saatte altın yukarı temperaturga ve çirişke çidamlık katarlık hususiyetleri sebebinden alem boşluk saatte ken kullandı. Misal Olta binafsha nuri degan kundan keladigan odamga intayin ziyonli odamni o'ltiradigan nuri. Olta binafsha nuridan foydalanish uchun olam bo'shliqida bir xil oltin yaltilgan aynak ishlatadi. Ularga oltin yo'latadi. Shunda o nur kirmaydi, ana ichiga odamga zaxmi qilolmaydi. Hazır mı Amerika'da binalardı mı? Bunda eynek işletiyorlar. Binalar mı şu? 6 yılga eynekle işletiyorlar. Çünkü o koyaş radyoaktiviteden saklanışta ve sıklıkını saklaşta naiti yaxşı rol oynaydı. Mesela gel. Davalaş sahasında. Zamanı davalaş üstünlerden mesela nazım operasyon kuralları, yürekli operasyon kıldığı inç kuralları, Küçürgeni bulurgan davalaş üstünleri, adamın bedende uyardım, bir yerde küçürmüş karşılığı mesela put salımız, nim salımız, kayvakta bir ciğer salımız. Davalaş üstünlü ve diagnoz koyuş üstünlerinin zapçaslarını yasaşka işiltudu. Altın adı yeni de rakni davalaş sahasında yeni kullanış istikbalini körsetmek. Mesela altını uygulap işletken gay doğrular adı rakni davalaydıgan buluvardı. Xitay nəşr qılğan Cungo altın yıl namısı Cungo Huangjing Nianchen diyen Şarkı Türkistan aşı jurnalda o yıllık her yıl bir çıkan jurnalda Şarkı Türkistan'daki altın baylığını munda hatırladı. Aç görünüvatı o deyim 2022 yılı 2022 yılı Şarkı Türkistan'da 11 tonna 70 kilo sap altın işlep çıkargan. İli Oblast'ta 7 tonna 550 kilo ezilip algan altın bilen aldığınki 5 çok altın işlep çıkarış rayonunun biriga kirgan. Hazır İli Oblast'ta ispatlangan altın baylığı 231 tonna. Patlangan, çıkırpılgan bu altın mölçerligen baylık 1024 tonna.
Xitayning Jinquan bu şirketi Şarkı Türkiye, onun Uygurca ismi yok ha. Uygur şirketi 2023 yılda 2 tonlu 300 kilo altını kıydıgan. Künasning sharqiy janubidagi oltin konidagi aniqlangan oltin 78 tonna 700 kilo. Tekasda aniqlangan oltin 16 tonna 700 kilo. Xitoyni ko'rdinglarmi? Men tuvan chiqirib qo'ygan bog'u deyman. Ko'ra olasizmi deyman Xitoyning. Ana Xitoy nenjada. Onunki Xitoy tabiiy boylik ministerligi. O Xitoyda Ziyuan bu deydi, tabiiy boy ministerligi bor. Nashr qilgan 2022 yillik davlat qazilma boylik zapsi statistika jadvalining ko'rsatishicha 2022 yilning oxirigacha Sharqi Turkistonda 163 tonna 630 kilo oltin ishlab chiqqan. Xitoy nashr qilgan Jungo geologiya tekshirish, tekshirish Xitoy tillayman yil qo'ydim. Jungo Kongsan Dijir deb qo'ydi. Shuningki, oltin kon qismidagi uni oltin kon babi deysizmi qismidagi sonliq ma'lumotni ko'rsatishicha 2022 yilning oxirigacha Sharq Turkistonda aniqlangan oltin 914 tonna. Bayqalgan oltin konning soni 666 ta oltin konni 666 konni 2022 yilda bayqaldi. Uning ichida bir darajadan tashqari cho'ng dünya dercilik degende derciden taşkırı çoğun altın kani ve yette çoğun altın kani tepilipti. Xitayçısta elmen tüvende kösenler bulundu. Ne gittim be abi, toftat durum be. Mane toftat durumlar mı aslında? Şincan haber tori bu Şincan'da bir haber tori degen var. Şincan haber torusunda Xitay haber mülazmet torunun Şarkı Türkistan'daki şubesi. Şincan tashqi xabarlari umumiy ma'lumot bo'limi bu bevosita Jumyonni boshqardi. Shuni ashada Tianshan Wang bor. Tianshan Net deb qo'ydi. 2024-yil 4-oyning 26-kuni maqola yozib mundaq dedi. Şinjan geologiyalik çarlaş tarmıqı Kulun tigini bilmese, Kulun tiginin şimali itigideki rayonda derciden taşqırı çoğun altın kanının bayqalğanlığını ilan qıldı. Dəstləbki çarlaş altın baylığı 100 tonnodan işib ketkenligini aşkarladı. Bu bayqaş Şinjan'daki altın baylığını çarlaş rekordunu buzupla kalmay, yana altın zapsi cihette memleket boyunca altınki 5'nin içine kırıldı. Altınki 5'nin içine kiriş yoşurun küçüge ige bulup, Jungo'nun altın sanayetinin yeni türüki bulup kaldı. Altın sanayeti tarihte büyüsüş hasıl kıldı. Amerika'da dedi, bizim tarihimizde altın biz şarkı kıldı. Şincan'ın zemini ken, baylığı mol, hazır kadar 154 xil mineral madde baykaldı. Bütün memleketteki baykalgan 174 xil mineralının 88'ini egelleydi. Şundaq deyişke bulsun ki, Şarkı Türkistan'daki her bir tağ altın mis ve kömür var. Şarkı Türkistan'daki her bir tağda altın, kömür, mis ve kömür var. Şarkı Türkistan'daki her bir oymanlıkta kömür, nefit ve gaz var. Onun nefit, tabii gaz, kömür katarlık baylıkları memleket boyunca aldığınki orunda turupla kalmay, koyaş, şamal katarlık enerjisi bol. Onun altın kanlarımı dikkat kılışka tegişlik güçke ege. Xitayçını Ködünlaga yoğan Şinjan'da kötü koydum. Ködünlama Şinjan'da tüven yoğan çıkı. Şimdi kötü koysa oldu. 2025 24 diye xat var aşağı.
Ama tuanda yani birini betonitni so'zlar, betonitni bilmasa, ama shuni bir xil simit yasaygan tuturdi. Hamishan ma bir gapni ishlatimiz. Gumlaç, Xitoy inglichcha paklit deydi. Gumlaç degan bunda o'sha qiliqqa ko'milgan gumlaç deymiz-ku. O degan po'lat ishlab chiqarishda ishlatilgan kichik temir rodisi. Ushaq iniqidagi roda. O po'lat ishlab chiqarishda temirning muhim manbasi. Tuan ashi gapni ishlatib qolsam nimaga deb qolmanglar, men sizga tushuntirib ketay. Ani budaq so'zlaydiganimiz betonit. Keng dairede yetkandı. Ya biz keng dairede dünyadaki maddeler ne? Dünya madde, doğru mu? Siz madde, ben madde, hemen aslında. Dünyadaki maddelerini iki türge bölüdü. Birini metal, yanı birini bimetal. Yani bir yerlikte de metal emes deyimiz de. Yani bimetal deyimiz. Bimetalını kestilde metalloid de ataydı. Metal, yaxşı tok ötküzüş canlılığı tık ötküzüş canlılığı ve tozuluş canlılığa ega metal doğru mu? Abay misli dedik tok ötküzelaydı, sozulaydı, onu ısıkne mauydu, ayrı ısıkne tez yetkizelaydı. Bimetal onun aksi. Bimetal adette tok ötküzüş canlılığı ya ki tok ötküzüş canlılığı yok. Ötküzmeydi. Ya ki tok ötküzücülüğü naçar materyallar köstüdü. Mesela ben aldığımız toksumlar var, doğru mu? Ama toksumlar. Ama toksumlar manimeler şu bimit. Nimde aşağıca tok ütmeydi buladı. Aşındak naçar materyalların ile amburlarının tuttukları. Kesip tılda izol yatı da ataydı. Metal bulmayan mineral maddelerinin türü nait köp. Nait köp. Bunlar içinde vurgut, vurkulit, muskovit, SP-100 betonit ve hak dişe katarlıklarının süpti yaxşı buludu. Engin bugün ağlarını nurgula anlap bakma aksan. Ulan bugün ben betonit üstü toktayım. Ya? Bulay metal bulmagan. Betonit içinde betonit en mühim mesela bir metallar. Metal bulmagan metallar. Bir metallarda bu ansa buludu o ha. Düşünüştük bir metallar bizden. Bir diğer inkar kılganımızda Uygurca inkar işletimiz. Bir metallar Bir içinde edep. beton. He? Bir diye söz var. Bir akıl, bir edep. Bir edep de işletimiz ko inkar kılgan nesne doğru mu? Bir işletimiz. Bir metal içinde betonit en mühim kıydılma baylık katarga kırdı. Onun özgüce katlamlık kurulması ve isil fizika kimyelik hususi var. Onu universal topa da ataydı. Universal'dır da. Betonetler sanat kullanışçılığı naitken misale. Misale. Kuduk burgulaş. Yani kuduk burgulaş deyince kuduk aldı bulup mu neftini kudukta kolaş cereyanı burgulaş deydi o. Doğru mu? Kuduk burgulaş. Nefit kuduk burgulaş. Yukarı bisimlik türküş kuduk. Ve küçük diametrlik burgulaş. Nayt küçük ilik mitir kemmeyen burgulaş. Gaybır yerlerini aşı milimetre inçiklikte burgulaydı. Ve turaklar yer katlamını burgulaş katarlıklarda gay yerlerinin katlamını nayt turaksız ekvatkan, turuvatkan. Biz ve turaklarda bunu tank bulam diye betonetne leyleme suyukluk. O betonet bir xil leyleme suyukluk. Ve tektotrapiya xususiyetinden kaydınlık reologiyalik alay diligiga en ega burg'ulish suyuqlikni hosil qiludi, hosil qilg'ini bo'ludi. Quduqning yimirlishining oldini oladi. Buni ishlatgandan keyin qarab, bu suyuq narsa quduqning atrofini yasab turib kirib ketasiz. Quduqlar buningni qish burmizasiniz, quduq bir 100 metr bo'lib gum tushib ketmaydi. Yimirishning oldini oladi. Neftlar, kolashlar nayt to'la ishlatadi. Nefret kimya sanayide betonit katalistor to'sug'uvchisi, asfilit turaqlashtiruvchi va siyliqlash meni qo'yuqlashtiruvchi qatorliq sifatida xizmat qiladi. To'g'rimi? Kaldilit to'sug'uvchi birimlarni darov asfilit
turaqlaştırğıcı biz asfaltlar yasak oyuna turaqlaştırsa oldu o jimbosu oldu, katlı oldu ve sıyılıklaş miyi koyuqlaştırış qatarlıqlarda buni nay süpütü yaxşı xizmat qıldı. Toqumchilikda, masalan, toqumchilikda betonni besish, to'qimchilikda raqlan bosimiz, to'g'rimi? Besish va bo'yashda ishlatadi. Ipak kuchini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Qog'oz yoda sanoatda betonni qog'ozning chinligini va tortishga chidamli xususiyatini yuqori ko'tardi. Alondagi binodan roldimi ching o'ynadi. Xitoylik muhit qo'g'dashdimi betonetning roli nihoyat cho'ng. Xitoy boylik taraqqiyoti ministrligi Ziyon Kayfabu deydi. To'rda mundaq yozgan. Xitoy to'rdan men izohatini aslarga. Xinjiang Xitoyning betonet boylik xaritasida muhim o'rinni egallab, davlatning betonet boyligining 14,1% egallab, muhim boylik afzalligini namoyon qildi. Şinjan'da yanar tağ, çökme taş tipi, yimirliş kaldık tipi ve geotermal tipi katarlıklarını üz içine algan köp xil betonit sapsı var. O'xshamgan turdagi betonit mineral tarkib, kimyalik tarkib ve xususiyetga o'zgacha alaydiligiga ega bo'lib, ko'p xil taraqqiy qilish va ishiltish uchun mo'l material asosi bilan ta'minlaydi. Baykul betonit kini. Kini de bir kan deb qo'yay, betonit kan. Şinjan'ның betonit boyligining muhim tarkib qismi bo'lish sifati bilan Şinjan Baykul noyasiga 60 kilometr keladigan va sharqiy shimolga joylashgan yerda bir cho'ng betonit zapsi bor. Bu betonit zapsi yanar tog'larida paydo bo'lgan bo'lib, bir qadar o'zgacha afzalligi bor. Coğrafiyalik amillar ve quruqliq klimat şaraiti sebebinden Şinjan'dan kelgen betonlarının süpti başka ülkelerinkinden yukarı. Bulupmi tabiiy natrini asas kılgan betonlarının zapsi memleketimizde birinci orunda turdu. İçiş, işlep çıkarış ve pişiqlap işleşke nispeten kolaylık. Ali dereceli kasıplarda eksport qilishga bo'ladi. Tuvandagi Xitoychisini ko'rsatib qo'ysangiz, mana buni Xitoychisi. Endi bir rasm bor. Ma rasmni tushuntirib qo'yay, rasmni kelmay. Xitoy boshqa yerlarni ko'rdi. Masalan, eng yuqorida China deganni ko'rdinglarmi? China degan xat bor. China degan 24, onun tüpüde CIS degan bor. Bu burungi Sovetning 15 devlet parçalanıp 15 devlet o'tgandiku, şu 15 devletning o'rtaq ismi. Bu hozir bu masalan betonit har yerlardan chiqadi ekan. U da Qozog'iston ashaqlardan chiqqan debitda Xitoy biyakirga Sharq Turkiston chiqdi, yana meyada import qildi ekan. Xitoy yana Braziliyadan import qildi ekan. Braziliyadan jiq chiqdi ekan. Bu qarang, Braziliyadan chiqqan o'ng chetda eng asli Braziliya degan bu chiqqan Yaponiyaga bor ekan, qolgan Osiyoga bor ekan, Afrikaga bor ekan, Yevropaga bor ekan. Aşın hamma yerlarga bor ekanda, biz Xitoydagi neft bizning Sharq Turkiston, Braziliya va shu burungi O'rta Osiyo davlatlaridan keladi ekan. Bu shu ko'ga ko'rsatgan bir nima. Yan tuallab qo'ysangiz, tuallang. Mana xaritda. Bu Sharq Turkistonning kanlarının her bir altın, nefti, tümür, her kallarının orullarının xiti. Çekilmedi, haritisi. Müşahedin mağakit her xil, muşlan emni okuyman tetkik kıldıgan diyorsa, muşlan düşerse okup aldırma okusanlar, muşlan her birisi, mesela mağaziyatta ah nimi belgen berdi, qarçık nimi belgen, çemberek, hemmini yizip koygan muşu Şarkı Türkistan'ın baylıklarının qançılık köp ikenligini mana muşlandan köre alayımız. Hem muşlan köre alayımız.
Muşuni dikkat kıldıqanlar seçip ip koysanlar buludu Şərq Türk tədqiq qılın. En ahir asası, en ahir aldığım alaydı ve üzgüce kızılma baylıklar. Mesela Xotan taş tişi. Ha, bunu bilmez. Göher taş baylığı. Göher mi dep koymuş, almas mı dep koymuş? Almas mı Şərq Türk'ten nayt çıktı. Yana G'arbiy Kulun Altay tağ metallurgin belvaq diki az uçuraydigan metal baylıqlar. U yoqlar shunda chiqbaki, uningga keyin to'xtab qolib, saat to'xtadim. Şərq Türkiston qazilma bayliqining tarqilish taqsimot alaydiligi bo'lsa, turi ko'p. Ha, yuqorida turi ko'p. Zapas miqdori zo'r. Hem bundaq mol kanlar nait köp. Aş xəritədən görsəm. Xitay hazır tarım, Cungar və Qumul qatarlıq rayonlarını mərkəz qılğan mənbə kəsbini orunlaşdırıvatıdı. Hazır bunun dikinki Xitayların yaxındıqını Şinjan, bunun dikinki Cungo'nun Guangzhou və Şanghay buludu dep ilan qıldı. Şunun bilen ben bugün metal doğruluğunu sözlep bulduk. Yani bunun dikinci mesela bunun dikin bizninki su baylığımızı sözleyimiz, tağ baylığımızı sözleyimiz, coğrafya baylığımızı sözleyimiz, çarumal baylığımızı sözleyimiz, orman baylığımızı sözleyimiz, meyveci baylığımızı sözleyimiz. Onundan başka köktat baylığımızı sözleyimiz, deyqançılık, bulanın her birisini bununki söhbetlerde bir-birlep sözlerdi. Ulan materyallarını yığıp koydum, endi bu şey rətlep çıkıp bir cihazdan qaysı payda olğanda şunu sözlep çıkımız. Men bir iğiz söz bile meni 2,5 yıl bu işe sep koydunuz. Ya endi vatanni söyüz deb ağzımızda deymiz, ama nemisini söymiz. Söygidek nemisi var degan meselede ata-anamdan kalgan deb eski bir üzgümüzne dünya tegişmeyimiz normalda. Endi vatanning ishidan biz endi Xitoy tartıptı, bo'pti deb voz kechishga bizning ko'zimiz qiysa bo'lamdikan, bo'lmamdikan. Zaten shunga bir bedel verip, jinimizni verip, özümüzni pido qilib bo'lsinmi, har qanday ishni qilib bo'lsinmi, qo'limizdan kelishicha uni qaytarib deb ozod qilsak bizga arzimdikan degan masalada insonlar biroz hisob kitob qilib qilish ehtimolligi bor. Endi bayatınqı nimalarni qarasak, tonlab chiqayotgan oltin, shu turli metallarning shu gaplarini anglasak, qarab o'tirib xuddi cho'chakdek tuyuladi. Ammo bizga Xudoyim bergan zamindan chiqayotgan narsa ekanda. Ya bunu shu narsalar bizga bo'lgan nima ekanligini bilmayman. Nurgullar abayman degan narsa Nurgullar anglab baxmagan. Miskan deb anglaydi Qashqarda. Bir chiqib bir ko'rib baqay demabdi ekanmiz. Endi kichik bilmabdi Ya oqim. ben sözlüğüm yok kanca 8 mi 10 sözlüğüm 154'ü var. Ya kağalar sözler tüketsen ben her birisini müşte işkin tutsan ya 20 katım sözsen bu olur. Endi Xitoy bayatdan chekkan narsa miqdorining har yili ko'payayotganligi bir nuqta oldu. Bu Ana ilgirlab oturdu. Qara. Ben tok tükep kettim ben çatlak koyar. Sanat ko'payayotirdi. Texnik ilg'or suryapti. Unda bo'lganki albatta shunda bo'ladi. Demek bu yerdeki köpüyüş ikki narsadan bo'lishi kerak. Biri ihtiyoç iş kerak onunla. İkincisi aşın çıkarılacağın kuvvet ulaş gerek de. Eğer Xitoy qo'yib bersa, Xitoy deganda ochko'z. O taxmincha chiqaradi. Lekin chiqarmoq oson emas-ku. Şuna qaraganda ko'payish miqdori, garchi zapas miqdori o kadar jiq bo'lsa-mu, yana asta-asta sig'ib ishlayotgan gapkanda. Ben burun o'qiyotgan vaqtimizda masalan G'o'jidan Ürümchiga qarab manganda G'o'jida Sayramboy, ondan keyin Santay, Vutay, Altay, Shig'ojin degan yerlardan qator o'timiz. Vakit masalan Sayram kuylining atrofi qarsan kichkiti tağ diye mayaqçı. O tağ diye 15-20 kilo pişirip kitipti. O aşağı yukarıda o bulak aşağı tağını bir çettili kolaydı ki değil. Top çıktı topsunu işildi diye taş çıktı taş işildi diye kömür çıktı kömür. Ne mi çıktı şunu işildi ve kolapma. Ay tüptürden kılıp pahtılık pahtiyeriydi ayakıydı. Tağ ne? Tağını yapıptı 20 kilometre. Tüptürden bu kitipti.
Resmi Yacuj Macuj günde bula. Yap bir çette vallahi bir çettelik kolaydı ki deydi bunu. Nime çıktı şunu işledik dedi. Şunu Hem o şu kadar baylıkның hem de ben tahmin kılıp deytim de gerçi toluk materyal kömegen bolsam mı şu biz ma yerlikler bilen paranız jarayanda bizning Xitoy nima uchun vatanini bermaydi falan bakın degan gapga bek bizning vatan nayt boy Xitoyning do'stlar ma programma bosh programma o'xshamaydi shunga biraz ahamiyat berib qo'yishingizni so'raymiz. şu memmu dersen burun baylık diye memmu inçler kımağa benim geologiya benim kesbim emez. Coğrafya benim kesbim emez. Ben matematika tadqiqat yapacak incin. Siz degen linki dikkatimni qo'zg'adi. Onun diken bir neçe Xitoy kitaplarını ekip okudum. Şinjan dili, Cungo dili degan kitaplarını okudum. Onun diken o torbatlar kirib izlab bir chetda materiallarni tallı deyim, bu tal bir bu metallar tallab bularning ichida qaysini so'zlay. Ya mesela 154 metalning ichida qaysini so'zlaymi? Bu 10 tallar endi shu bu adı eng xalqarada qays eng talash tortishilayotgan materiallar. Mesela çip to'g'riliq so'zlimi, uran to'g'riliq so'zlimi dem atom bomba yasaydigan. Un sözlesem mesela Xitoyning atom asosiyati Sharq Turkiston burun g'uljini chopchalgan noyisi bor. Ashar 80 73, 72, 75 qandaydiganlar butunlay atom chiqargan qanlar yaşılar. Ashyalar bulduğu ular to'g'riliq, ular mesela uran to'g'riliq, atom to'g'riliq. Bular to'g'ri so'zlesam ya mushu mesela go'har to'g'riliq. Yani bulaylık keng bulmagandaki ma materyallarını sözlep tutup bularını kim bir sözlep ama önde 154 ne sözlesem her bir şey 2 saatlik kes 15 ketim sözlesem buladı onun başını asas tutup sözlesem ayak öteyli. Bu da su, deniz, ta, mal, koy, kala, buğday, bunlar kança, su, kançık, meyve, aşı, encu, muşla, kanda, muş doğruluk, muşaklarga ütüp bağaylı bu da nemizde, Xudayı. Lekin yana diqqatim yana bir narsa chekdi meniki. O nima deganda mushu Xitoyning qizib chiqqan miqdorini demasekmi, taxminan zapas miqdorini dunyodagi boshqa taxminan zapas miqdoridan bir selishtirma qilgan program bo'lsa ekan. Anında texmi bizga ko'rinarli bo'lganda, masalan, Saudiya Arabiston o'ngga yetib yeydi deymiz. Kuveyt dunyoning eng boy yeri deymiz. Chunki neft bor-da. İran shunday bo'ldi deydi. Endi shu bilan biz selishtirma qilgan chaqda bizning vatanimizning boyligi ularnikidan qanchalik miqdor farq etadiganligini his qilib selishtirsak, tur bo'yicha demak, qarab, uzun yağlıklardan bizden işimiz kam emasken, ortiqki de onukidan deyishga bir selishtirma bo'lgan chaqda bizning farq etishimiz, bo'layotgan vatanning boyligini farq etish tonishimiz biroz chunqurlaydi ekan. Çonkurlaydı. Bu yerde ayrım görür. 2026 ilan kıldı bu. Mesela tarihinin aslında dünyada çip yasanıga sirek topa, royal at uçurayan topa da koymuş da. Sirek topa. Şu topa şu tarımның aslında inday çok miktar tipildi. Onun diken tarım aslında neft göründü. Onunki tarım aslında adı naydı zor miktarda su tipildi. Su. Adı Xitaylar tarım aldı karşısına onu tarımlamış kiriş oldu diyenini bir bakka aylandırıyor. Ola kanda kız gelsin. Kumuşlu muşta yügep çıldak kılıp her 20 metre oturgan muşta o kumuşta tuğan kılıp bu ne 10 kilo jigim. Puandaki işketma 20 oturuyor turaklı içinde kum uyanmaya uçmaydı. O kum digende çıkan ünümlükninki ündürelsin sütü imkan yukarı olurdu. Mesela tavuk dersen tavuk şunda tatlı olurdu. Aşının oturgan mal terip beyhanğa onun Avustralya'nın teknikine ekirip Avustralya kumlukne bostan aylandığı şu tekniğe ekirip o yaklı bak aylandırı itpardı. Aşından haberden körüvatımız ya. Bu şekilde vatanımını söylemen, aşı yer benim vatanım dediğim bütün dünyadaki barlıq dostlarga zaten vatanımda qanchalik bir qimmatga ega bo'lg'iydi degan yuzaki bir qarashni
dastlabki uchur bilan ta'minlangan bir program bo'lib qoldi. Ajillik bo'lg'aysiz, olmag'aysiz, jiq mehnat qilibsiz. Davomini inshaalloh yana ko'ramiz. Görme Xudoyim bo'lsa, davom tayyorlab, men ayta qanchalik qali qo'y bog'laridan tortib beray, ya. Endi Güzel. bununla kirish uchun o'zini Xitoyning uchun to'rt. Masalan, bir jurnal deysiz, qaysi jurnalda u material bor topar. Men Xitoycha AI'ni yordamga chaqirdim. Shunda bo'lsa-mu, yana iliq bir jurnalning ichida qo'yib, mushta materialning ichida u yana tip chiqib, u yana rasmga tortib, meyaga silib va nurg'un kuch ketgan. Buning endi 36 yil yotgandimi chiqib ketdi bunga. Ha. 36 yil yetayotma, 36 yil yana bir qoldi, ya. Uning davomiga siparish chiqishmi? Bo'ladi, Sanatchi. dam olaydi, Ma'qul. hammanglarga anglaganlar, hammanglarga ko'p rahmat Ma'qul. anglovchilarga, Ma'qul. Sizga qo'llab rahmat. beringlar. Bo'ldi, ma'qul. Ma'qul, xo'sh Ma'qul. Qadrli vatandoshlar, bugungi mana programma aşı ana vatanimiz Sharq Turkistonda chiqayotgan boyliqlar to'g'risidagi programma. Davomini inshaalloh yana birlikda ko'ramiz. Fikr talablar bo'lsa yozib qo'ysanglar, do'stlar ara o'rtoqlashib qo'ysanglar, taqsim qo'ysanglar yaxshi bo'ladi deb qaraymiz, chunki u yer, u vatan hammamizning. Omon bo'linglar, kelar sani ko'rishaylik.